Nima uchun Xinjiang Taklamakan qumliqining yerasti suyini keng ko'lamda qazib, Lopnurni va Keroran qadimiy shahrini qayta paydo qilmaydi? Qumliqni bo'stonliqqa o'zgartkili bo'lamdi. Fan texnikaning taraqqiy qilishiga ergishib, aniyli bir mezgil davr surgan Keroran qadimiy davlatini qayta namoyon qilg'ili bo'lamdi. Bugun biz qumliqqa munosabatlik ishlar ustida to'xtalib o'taylik. Davlatimizning g'arbiy shimol rayonida dunyo bo'yicha ikkinchi cho'ng ko'chma qumliq bor. U dal Taklamakan qumliqidir. Bu qumliqning ko'lami 330 ming kvadrat kilometr bo'lib, Shimoliy Jungo tuzlanligining ko'lamidan cho'ng. Germaniya bilan Yaponiyaning zaminni qo'shganniki ko'lamiga barobar. Agar mushundaq bir g'oyat zo'r qumliqni ichib foydalangan bo'lsa, balkim davlatimiz boshqa davlatlarning import ochliqlarini ishlatmasligi mumkin. Shuni bilish kerakki, o'xshash kenglikdagi Shimoliy Jungo tuzlanligi davlatimizning asosliq yezi egilik rayoni bo'lib qolmasdan, yana 400 million odamni ochliq bilan ta'minlaydi. Agar bu yerni Shimoliy Jungo tuzlanligiga o'xshash munbat tuproqqa aylantirg'il bo'lsa, uning to'pisi intayin cho'ng bo'ladi. Nurg'un kishilar qumliqda suv kamchilik bo'lganlikdan qumliq bo'lib qoldiganligini biladi. Qumliqni o'zgartirish uchun oldi bilan suv bo'lish kerak. Lekin suv haqiqatan zarur, ammo hammaga qodir emas. Masalan, Yirik Arab qumliq rayonida aralab qattiq yomg'ir yog'adi. Hatto qumliqdagi shaharlarni ham besib ketadi. Lekin bu shunday qattiq yomg'ir yog'gan taqdirda qumliqning mohiyatini o'zgartirib bo'lmaydi. Chunki qumliqning singdirish miqdori va parga aylantirish miqdoriga asosan bir oyga barmagan vaqtida bu suvlar yo'qolib ketadi. Shunga qumliqni o'zgartirish uchun faqat yomg'ir yog'sa kifoya qilmaydi. Qumliqdagi qurg'oqchilikning tubki sababi suv kamchil bo'lish emas. Tarim o'ymonliqni olib olsak, bu yerning geologik tuzilishining o'zi o'ymonliq yer shakli. O'ymonliqning atrofi egiz tog'lar bo'lib, egiz tog'lardan kelgan qarmuzlarning erigan suvlari va ho'lig'in o'ymonliqqa kirgandan keyin qumliq geologiyasi sababidan yerasti singib, yerasti suyini hosil qildi. Elimiz geologlari tekshirgandan keyin tarim o'ymonliqning yerasti suv boyligini dunyodagi eng cho'ng tatliq suv ko'li bo'lgan Bayqal ko'lining suv miqdoridan xilli ko'p ekanligini bayqagan. Shunga Taklamakan qumliqning yerastida suv kamchil emas. Tubki sabab yanala yer usti suyining kamchil bo'lganligida. Qumliqda yer usti suyini saqlab qolg'ili bo'lmaydi. Ba'zilarning hisoblashicha Taklamakan qumliqining parga aylantirish miqdori har yili 1000 mm dan 3000 mm bo'lib, elimizdagi ho'lig'in miqdori bir qadar mo'l bo'lgan Changjiang daryosining o'rtada va iqlim rayonlarining yillik ho'lig'in miqdoridan yuqori ekan. Mana bu Taklamakan qumliqidagi qurg'oqchilikning haqiqiy sababidir. Taklamakan qumliqida mo'l yerasti suyi bor ekan. Undaqda biz bu yerasti suyidan foydalanib qumliqni o'zgartiramiz. Bo'lmadi deganda aslida tatliq suv bor bo'lgan Lopnur ko'li o'zgartib yasalsa, balkim Keroran qadimiy davlatining shon sharafini qayta namoyon qilishi mumkin. Shuni bilish kerakki, elimizda yadro siniqi elib berilganda Lopnur ko'li rayonida yanala tatliq suv mavjud edi. Bu bizning Lopnur ko'li qumliqida tajriba elib berishni tanlaganligimizning sababi. Yaqinqi necha 10 yilda Lopnur ko'lining muhit asosiy yanala mavjud. Uning ustiga yerasti suyini o'zgartirish haqiqatan muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin. Lekin bu xil xiyollar yanala sal sodda bo'lib qoladi. Chunki Lopnur ko'li rayonidagi qurg'oqchilik bo'lsa, cho'ng muhit o'zgarishidagi vaziyatning yuzlanishi. Agar biz bu yerning muhitini o'zgartmoqchi bo'lsak, buning tasdigini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Boshqa rayonlarga solishtirganda Lopnur ko'lining yerasti suyi texmi cho'nqur joylashgan. Uning ustiga 1000 yildan buyon shu joydagi aholilarning uzluksiz suv elishi va klimat o'zgarishi tufaylidan Lopnur ko'li 1970-yillar qurib ketish xavfiga tushib qolgan. Elimizmo ilgari yerasti suyini chiqarib Lopnur ko'lining keskin muhit ahvolini yaxshilashni o'ylashgan. Lekin tafsiliy tekshirib tadqiq qilgandan keyin buni qilishning qat'iy bo'lmaydiganligini bayqagan. Oldi bilan yerasti suyi qavatlarga bo'lingan bo'lg'achqa ba'zi joylarda yerasti suyi nihoyat tez. Uning ustungi qavat bilan yer yuziga nihoyat yaqin bo'ladi. Lekin ba'zi joylarda suv qatlami bir qadar cho'nqur bo'lib, yer yuziga chiqarish mumkin emas. Yana kelib bir joyning suv saqlash iqtidorini yuqori tuvanligiga qaramoqchi bo'lsak, uning yer shakliga qaraymiz. Yer shaklidan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, yer shakli tuvan yaxshi joylar va qumbarxonlar atrofidagi rayonlarning hammasi yer shakli tuvan bo'lganlikdan mo'l bo'lgan yerasti suyiga ega bo'ladi. Buningga solishtirganda Lopnur ko'li atrofidagi yerasti suv qatlami bek cho'nqur bo'lib, suv olishning qiyinlik darajasi intayin yuqori. Agar majburiy qazilsa, qumliqning boshqa joylariga yerasti suyi eqib kirib, boshqa bo'stonliqlarni quritib, shu joyning ekologik tamponligini qalaymi-qalashtirib o'tadi. Yana biz yuqorida tilga olgan masala shuki, Lopnur ko'li atrofidagi suvning parga aylanish miqdori bir qadar yuqori bo'lib, sijil suv manbasi bo'lmasa, masalani hal qilg'ili bo'lmaydi. Burunqi Lopnur ko'lining gullanish sababi Tarim daryosi, Ko'nchi daryosi va Charchan daryosi qatorliqlar quyiladi. Dalmi shu ko'chma daryolar Lopnur ko'lining ekologiyasini uzluksiz o'zgartirib, shalliq madaniyat yaratgan. Lekin yillarning o'tishiga ergishib, bu daryolar allaqachon yo'qolgan yoki Lopnur ko'liga qayta yig'ilmagan. Agar majburiy holda yerasti suyini daryoning o'rniga qazsak, oqibatini o'ylashmayla quduq qazganlik bo'ladi. Chunki qazilgan bir qism yerasti suyi qaytadan yerastiga singib kirib, yana bir qismi bevosita parga aylanib, aksincha shu joydagi suv kamchil bo'lish masalasini kuchaytirib o'tishi mumkin. Buningdan boshqa Lopnur ko'li muhitning ta'sirida sho'rliq yeriga aylanib bo'lgan. Yer yuzida necha million tonna tuz bor. Yerasti suyini Lopnurga elib kirgan taqdirda bu yana yerasti suyi dengiz suyiga aylanib, qimmatli suv boyligini isrof qilganlik bo'ladi. Albatta bizning butunlay amalimiz yo'q emas. Lopnurning ekologiyasini asli keltirish uchun eng muhimi bir uzilmas suv manbasi bo'lish kerak. Agar Shizangning bir qism suv manbalarini, masalan, Yerlongzangbo daryosidan boshlab musher kirgizsak, necha 10 yildan keyin bu yerdagi Keroran qadimiy shahrining zafar quchgan holatini asli keltira olishi mumkin. Undaqda siz bu masalaga qanday qaraysiz? Inkas rayonida o'ylaganlaringizni o'tirib qo'yishni unutmang. Mazmun zarit yarg'an bo'lsa, yulduzdan birini so'q qiling. Kelarki sonni ko'rishaylik.